Bölüp kaladı anam deyip akıp bir edene. Bölüp kurtum avukat. Kuda halasa bana şunu içkenden keyin avukatlayam doymay kettim. Buna çayını endi koyuveresiz. Bir günde ikkita ham ish og'laman. Shundaqa endi mazam ketadi shu vaqtlarda. Mana shu chayni ichaman, bularni yeyman, hammasini avvali Xudo. Quloqlarim ham eshitib, sochlarim qaytadan chiqib mana puchusga qoldi, kichkinagina qilib. Bitta qolmadi shu kasaldan, mana endi chiqayapti. Umuman to'k degan narsa bo'lmadi. Badanlarim qurib ketdi. Bir tut degan narsa o'sha yerda ham chiqmadi hech yerimdan. Chachimdan ham. Mana endi mana bitib puchasga olib o'sib, chachim ham Xudo xolasa sabab topdim-da, Xudo xolasa. Şükür. Behisob shukr Allohga, shunchalik yurgizganiga, turg'izganiga. Mana shu Mahira degan qizim Xudo omadini bersin. Mana shu bütün ishchilarga ham omad bersin. Hammaga sababchi bo'lib yuraversin. Rahmat. Rahmat.